Hi everyone, welcome to the Language Training Center video classroom, and today we will learn New Concept English Book 1, Lesson 37, Making a Bookcase. Assalamu alaikum sağolashlar, yaxshimisizlar? Bugungi darsimizda yangi o'quv ingliz tili birinchi qism 37-dars Making a Bookcase degan darsni o'qiymiz. Hamsa kitoblarning o'sha 37-darsini ejib, o'sha dars bilan birga mashina bir bilgan sanlar. Xo'sh, hamsa shu bugungi darsimizdagi avval yangi so'zlarni bir o'rganib chiqsak, andaqda shu bugungi darsimizga o'xsharadigan yangi so'zlarni avval bir qatim bir ko'rib o'taylik. Agish bo'lganlar, birinchisi nima ekan desanglar, work. Okay, o'qinglar, work. Yaxshi, work. Xizmat qilmoq, ishlamak degan gap. P na. Okay, number 2, hard. Okay, hard. Okay, and bu tirishib, qattiq, masalan, qattiq ishlash, tirishib ishlash, nima? Work hard. Work hard. Okay, next one is make. Okay, nima bu deganimiz? Make. All right, make. Make deganimiz yasamoq degan gap. Yasamoq. All right, next one is a bookcase. A book, kitob, case, eshik, sanduq, chamadon deb bo'lgan nima? Bookcase. Kitob shkafi. Kitob shkafi. All right, next one is hammer. All right, hammer. Xo'sh, endi hammer deganimiz nima bo'ldi? Bolqa degan gap. Hammer deganimiz bo'ldi, bolqa. All right, next one is paint. Paint bo'lsa, sirlamoq. Okay, next one, pink. Okay, pink. Pink, shapqilchichki, holram, shunami? Okay, next one, favorite. Okay, favorite. Favorite. Eng yoqtiradigan, eng yaxshi ko'radigan bo'lsa, favorite. Qaranglar, work hard, make bookcase, hammer, paint, pink, favorite. All right, first one is work. Okay, and the birinchi so'z nima ekan? Bo'ladi, work. And the work deganimiz nima? Desanglar, ishlamak yoki ish degan gap. Qaranglar, go to work. Okay, go to work. And the go degan bormoq nima? Go to work bo'lsa, ishga bormoq. Ishga bormoq. Ishga bormoq degan nima? Go to work desa. Hamda masalan, ma'lum yari ishlash, ishlamak bo'lsa nima desanglar, work in some place. Masalan, I work in a bank. Men bir bankada ishlayman. I work in a bank. Men bir bankada ishlayman. Endi bu yerga he works at the bank bo'lsa, u bir bankada ishlaydi. Endi bu yer at the bank bilan in a bank degan, and in a bank degan bir bankning ichida. Demakki bankada ishlaydi degan gap. Ma at the bank deganimiz geografiyalik o'rinni ko'rsatadi. Demak, endi u bir bankda ishlaydi demakchi. Shu bankning ishxonasida yoki bankning o'zida shunami? At the bank demakchi bir geografiyalik o'rinni ko'rsatadi bolalar. Farqi o'xshashlarni nima bankda ishlaydi degan gap. Undan keyin yana we work from 8 to 6. Biz shu 6 dan 6 gacha qanday qilamiz? Ishlaymiz. We work from 8 to 6. We work from 8 to 6. Biz 8 dan 6 gacha ishlaymiz demakchi. Shu kunduzlik mashg'uliyat vaqti shunami? Work deganimiz ishlamak. Okay, and masalan, how are you doing at work? Okay, how are you doing at work? And how are you doing? Demakchi, bir ishlashingiz qandaroq at work? Demakchi, xizmatingiz qandaroq? Xizmatingiz qandaroq ishlayapsiz degan gap bo'ldi. How are you working at work? How are you doing at work? And ishlaring qandaroq? Demakchi nima? And they are working in the office. Hamda nima? Bular qarsanglar bu rasmlarmi? Ular nima ishlayapti? They are working in the office. Ular ishxonada ishlayapti. Demak, hamda work deganimiz ish degan gap. Masalan, homework deymiz, uy topshiriq. Demakchi topshiriq. Masalan, o'quvchilar sizlarga berilgan topshiriqni deymiz, homework deymiz. Work. Good. Next one is hard. Okay, hard. Hard deganimiz qattiq. Qattiq. Masalan, work hard, study hard, hard working. Endi bu inglizchimi? Masalan, uyg'urcha o'xshash qanday desam, masalan, qattiq ishlamak. Demakchi, intan tirishib, demakchi aytdi. Tirishchanlik bilan degan gap shunami? Masalan, work hard. Demakchi, tirishib ishlamak. Masalan, he works very hard.
u intayin tirishib ishlaydi. Demakchi, ishchan, tirishchanlik bilan ishlaydi demakchi, ha? Hamda study hard. Hamda tirishib o'rganmak. Nayda tirish ishlagan, o'rgangan bo'lsa, nima study hard. Okay, hamda hard working hamda ma'ni ma'risanlar bu alayda sifat, hamda ikki tal so'zdan tuzilgan sifat. Shuni men o'tirga siziq qo'ydim. Demak, hard working, tirishchan degan gap. Masalan, hard working student, tirishchan o'quvchi. Okay, tirishchan o'quvchi. Okay. Masalan, hard working employee, tirishchan hamda xodim degandek. Okay. For example, I work hard every day. Men har kuni tirishib ishlayman. I work hard every day. Men har kuni tirishib ishlayman. Tushunaman? Masalan, she's hard-working student. She's a hard-working student. Hamda u bo'lsa bir nayti tirishchan o'quvchi. O'quvchi. Hard. Okay, what about next one is make. Okay, make. Make deganimiz deb boshda markada bo'lgangan shunaqa. Masalan, what make is it? It is a Volvo. Onun markasini narsa u bo'lsa bir Volvo shunaqa. Endi bugungi ma'no narsa make yasamaq. Masalan, make a coat. Palto yasamaq yoki palto tikmak shunaqa. Make the bed. Karvatni yig'ishtirmoq yoki o'ransamaq, o'ranjig'moq degandek, make the bed. And then make a noise. Okay, noise degan varang-churun shunami? Varang-churunni yasig'ini olamda, varang-churun qilmoq shunami? Varang-churun paydo qilmoq. And then make a mistake. Make a mistake bo'lsa, xatolik yasamoq. Demak, xatolik o'tkazmak degan gap, ha? Make a mistake. Make a mistake. Make a mistake. Demak, inglizchada bir gap, shu xatolik o'tkazish sizningki tirishayotganligingizni isbotlaydigan bir isbot yoki shohid debchi. Demak, sizni xatolik o'tkazishdan qat'iy qo'rqmang. Sizning xatolik o'tkazganingiz naq sizningki yangi bir ishga tirishayotganingiz, shu ishni o'rnab qo'yayotganligingizning shohidi. Xatolik o'tkazmasangiz hech narsaga erishamaysiz. Xatolik o'tkazsangiz cho'qim bir narsaga erishasiz. Okay, o bo'lsa experience, tajriba. Bu bek muhim narsa. All right. Okay, and I like to make paper clothes. Okay. And the misharik, I like to, men bunda qilish qamroq. Nimaga biroq to make paper clothes. Hamda men qog'oz kiyim-kechak yasash qamroq. Demakchi, qog'oz bir masalan bir qizlar bunda bir kiyim-kechak yasab bunda qilishgan narsalarni amroq tushunami? Shuningga I like to make paper clothes. I like to make paper clothes. And the king said, my mom is making the bed now. Apam hazır karvatını qanday qilyapti? Yug'ishtiryapti. Masalan, atdegan o'rninlardan tug'andan keyin qanday qilsa, make the bed qilsa. Karvatni bir tuzashtirib o'tamiz. Ya karvatni bir oranj yig'ishlab qo'yamiz-ku. Ham chet elliknikilar shu karvatni retlasa, karvatni yig'sa, make bed deymiz. Demak, my mom is making the bed now. Hazır karvatni qanday qilyapti? Yig'ishtiryapti. Hamda masalan buyruq jumlalarni manda qilmang deganda deymiz inglizcha don't deymiz. Don't make a noise in the classroom. Darsxonada varang-churun qilmang. Demakchi don't make a noise in a classroom. Don't make a noise in a classroom. Demakchi darsxonada qanday qilmang? Varang-churun qilmang.